Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimiz to'rtga javobini tugatdik. Ushbu mebelni Andijon shahar to'rtko'chaga ustunovka qildik. Joyimiz 335, balandligi 260 holatda bo'lgan. Bir pagana metri 2.700.000 so'mdan, общий holatda 8.100.000 so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Ruchkasi holatda qilingan. Antras degan akrilimizga o'rtasi krem peril degan akrillarda bo'ldi. Rossiyskiy stolechniy ruchkasiz fasonda bo'ldi. Aytik. Mebel ichida mo'ka, sushilka, smesitili bor, mo'ka komplekti, kelishlar bor, setkasi bor. Patnusimiz bor. Mana narsalar doim ravishda bizga qo'shib beriladi. Sochiqlar yo'q, turbasi, mana tashchalari. O'rtasiga granit qo'yilgan, pirinchlar qo'yilgan. Tepa 3-etajimizda hammasida push mexanizmi bor, nasoslari qo'yilgan, tepaga ochib beradi. Hali tepasi mebelda hammasida polkalari bo'ladi. Mo'kadan tashqari qolgan hammasida polkalarimiz bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranglarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.